1,5 million so'mga kir moshina topib qo'ydim. Avtomat Artel bo'ladi. Siz arzonroq, ro'zg'orroq kir moshinadan chiqaring degan obunachilar uchun mana sizlar uchun video qilib chiqaryapmiz, topib qo'ydim. Shuning uchun bittadan like deb bosib qo'yasizlar. Xo'p, aka bu necha kiloli? 6 kiloli, 6 kiloli. 165 voltda ham ishlaveradi. Aha. Qachinilar ovozi yo'q, zo'r holatda. Zo'r holatda. Hamma yo'q o'ziniki. Xo'p, bunisi-chi LG. Bu LG'ni ham 1,5 million qilib beraman. Bu ham 5 kiloli, pastdoshga ishlaveradi. Aha. Real holatda. Bularimiz bor. Bu 6 kiloli invertorligimizni buni 2 milliondan qilib beramiz. 2 million so'm bu. Va bunisini beramiz 2 million 300 ming qilib beramiz. Bu ham invertorlik, yangi tabloli, sensorli. Bu ham 6 kiloli ekan. 6 kiloli bu. 6 kiloli, xo'p. Bu Samsungimiz ham invertorli, 6 kiloli. Buni ham 2 million qilib beraveramiz. Ideal holatda. Hamma yo'q o'ziniki, uringan, to'da qatigan joylari yo'q. Hamma yo'q o'ziniki. 2 million so'm, 2 million qilib beramiz aka buni ham. Bunisi necha pul ekan? Buni 2 million 300 sotamiz, buni ham 2 million qilib beraveramiz. 2 million so'm biz obunachilar uchun LG. Bu ham 6 kiloli. Garantiyalar beramiz aka, bexijolat. Pastga nomer telefon qilaverasiz. Undan tashqari bu yerda xaladenliklar ham bor. Xo'p, hozirda turgan joyimiz Farg'ona, Pelikan eski bozor, chorshanba, shanba kuni bo'ladi. Xo'p, gaz plitalar ham bor ekan. Bu yerda anaqa deydi. Gaz plita necha pul ekan? $100 qilib beramiz. $100. Buchi? Buni 800 ming qilib beramiz. 800 ming so'm. Mini xaladen. Pastga nomeriga telefon qilaverasizlar.